Qadrli barchachilar, Barselonaning 2025-yil eng chiroyli kiritgan top 10 talik gollarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lib qo'ying va bitta like bosishni esdan chiqarmang. Men esa boshladim. 10-o'rnimizni Rafinha egalladi. Rafinha o'sha Benficaga qarshi uchrashuvda o'zining esda qolarli va mashhur juda ham chiroyli golini kiritgan edi. Bu gol 10-o'rinni egallashga haqli. 9-o'rinni esa Barselona vingeri Rooney egalladi. Barselona vingeri Real Betisga qarshi uchrashuvda mana shunday chiroyli gol kiritib, 9-o'rindan joy oldi. 8-o'rnimizni esa Dani Olmo mana shunday chiroyli goli bilan egalladi. Las Palmasga qarshi uchrashuvda juda ham chiroyli gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Rafinha dubl qayd etgan holda 7-o'rnimizni yana egalladi. Rafinha Atletico darvozasiga juda ham chiroyli gol kiritib, 7-o'rnimizdan joy oldi. 6-o'rinni esa hammamiz yoqtirgan Pedri egalladi. Real Madrid darvozasiga mana shunday pushka yo'llab, Real Madrid muxlislarining dilini ranjitdi va bizni 6-o'rnimizdan joy oldi. 5-o'rinni esa Marcus Rashford Newcastle darvozasiga kiritgan goli bilan egalladi. Pushka gol urdi o'zi ham. Juda ham kuchli zarba bilan darvozaga to'pni mixlab qo'ydi. 3-o'rinni esa Lamine Yamal Inter darvozasiga mana shunday himoyachilarni konus sifatida foydalanib, aldab o'tib, osonlik bilan gol kiritgani uchun egalladi. 2-o'rinni esa Kunde juda ham kerakli va muhim golni muhim o'yinda kiritgani uchun egalladi. Real Madrid darvozasini ishg'ol etib, Barselona kubok ko'tarishiga sababchi bo'ldi. Va nihoyat 1-o'rinimizni Lamine Yamal egalladi. Real Sociedad darvozasini mana shunday chiroyli zarba bilan ishg'ol etdi va 9 burchakka to'pni joylab qo'ydi.